Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizda tizza og'riqlari, artrit, artroz, ko'ksa artroz yoki kista bekira yoki bo'lmasam svязкалар uzilib va sizda doimiy og'riq bo'lyaptimi? Unda ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va video tagiga like bosib, kommentariyada fikringizni yozib o'ting. Aytgancha azizlar, ushbu siz qanday holatda tizza og'rig'idan forig' bo'ldingiz? Shu haqida kommentariyada do'stlar uchun, birodarlar uchun bo'lishingiz. Sababi siz sabab bo'lib boshqa insonlar shifo topishi mumkin. Eng arzoni va eng sifatlisini ko'rsatamiz. Yagona YouTube'dagi kanal bu Doktor M kanali o'zida. Sababi faqat bizda arzon va sifatli dorilar bilan davolashni xalqqa o'rgatamiz. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Birinchi narsamiz oddiy menavazi. Hamma juda yaxshi biladi. Bu tomoq og'rig'ida tomoqqa surtsangiz bo'ladi, bel og'rig'ida belga surtsangiz bo'ladi, bo'g'in og'rig'ida surtsangiz bo'ladi. Xullas, tarkibi lidokain va boshqa narsalardan tashkil topgan oddiy menavazin rastin. Bunga oddiy nastoyka pusturnikini tengiga teng qo'shasiz, aralashtirasiz. Tizzangizga bir kunda 2 mahal surtasiz 5 kungacha. Azizlar, har qanaqa tizza og'rig'ida doim aytaman, efirlarimda baqirib, chaqirib, emotsiya bilan aytaman, albatta tomografiya qilish shart. Sababi artritmi, artrozmi, ko'ksa artrozmi, kista bekira, tizza pardalarining uzilishimi yoki yirtilishimi yoki travmalarmi shu kabi holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun обязательно tizzani tomografiya qilgan holda to'g'riligini. Keyingi aytadigan narsamiz bu xalq uchun manzur keladigan geparin va indometasiya emas. Rosa bo'lsa 220 ming so'm yoki 30 ming so'm bo'ladi. Endi hamma aptekada narx har xil va ishlab chiqariladigan firmasiga qarab. Buni tengiga teng chiqarasizda, ikkala tizzaga surtasiz va puxovoy ro'mol o'rab qo'yasiz. Bir kunda 2 mahal, 5 kunda 10 kungacha surtsangiz bo'ladi. Geparin tizzadagi qon tomirlarini yumshatib, qon kelishini yaxshilasa, indometasiya mahalliy shamollashni oladi. Endi oxirgi aytadigan narsamiz albatta like uchun arziydi. Bu bomboviy retsept bo'ladi. Faqat bu bomboviy retseptni qilayotganda hushyor bo'lasiz. Tizzalarni ustki teri qismini kuydirib qo'ymang yoki o'zingiz ham xuddi shunday kuyib qolmang. Unday bo'lsa, men retseptni aytaman. Xo'p. Bitta dimexidga 50 grammlik dimexidga 100 milligramlik 5% glyukoza qo'shasiz. Bunga 5 dona analgin ampulasini ochib qo'shasiz. Bunga 2 ta vitamin B12 qo'shasiz va bitta gidrokortizon ampulasini qo'shasiz. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Dimexidni olasiz, oddiy stiklanni idishga quyasiz. Faqat hiydamang, yo'q sassiq bo'ladi. Bunga glyukoza qo'shasiz 5% lik 100 gram. Bunga 5 ta analgin ampulasini qo'shasiz, kechirasiz. 5 ta analgin ampulasini. Bunga bitta gidrokortizon ampulasini qo'shasiz va vitamin B12 dan 2 ta ampula qo'shasiz. Xo'p, endi nima qilamiz degan savolga, marli bor, maxsus marlilar bor aptekada, machalka sifat. Shu marliga tomizasizda, yupqa qilib suyib turib, tizzaga 15 minutgacha kompress qilasiz. Ha, tizzaga 15 minutgacha kompress qilasiz. Bir kunda 2 mahal qilsangiz bo'ladi. Kompress vaqtida ko'p quyib qo'ymang, sababi tizzani ustki oddiy teri pardangizni kuydirib qo'yish ehtimoli yo'q emas. Sog'lig'ingiz o'zingizning qo'lingizda. Oxirgi aytadigan narsamiz oddiy narsa. Bu eng arzon retsept bo'ladi. 10 ta analgin tabletkasiga bitta menavazin aralashtirasiz, maydalab, xuddi shuni tizza bo'g'iniga sursangiz ham bo'ladi. Video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad Etkinjonovich, sizlarni Umar Metta men xat etdim.